Yaxshimsiz Ansar, radio ziyoratini qabul qilganingizga ko'p rahmat. Oldi bilan radio anglag'uvchilarimizga o'zingizni qisqacha tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum Shahrizod, qanaqa ahvolingiz? Oldi bilan meni ziyorat qilganingiz uchun ko'p rahmat. O'zimni qisqacha tanishtirib o'tay. Mening ismim Ansar, familiyam Anvar. Urumchida tug'ilib cho'ng bo'lgan. Boshlang'ichni vatanda o'qib, 2007da anadagi musofir hayotiga chet elda boshlagan. Bu yil 26 yoshga kirdim. Oliy maktabni Turkiyada o'qib bitirib, hozir Qatarga kelib, o'sha yerda xizmat qilyapman. Siz bu musobaqaga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tanishtirish uchun qatnashdingizmi yoki musobaqa ko'rish uchunmi? Aslida mening musobaqa ko'rish niyatim yo'q edi, lekin o'yilmagan yerdan bir fursat kelib qoldi. Shuning bilan bu fursatni qo'ldan keltirib qo'ymay, deb mush orqali bizning Uyg'urlarga bo'lgan qirg'inchilikni bir tanishtirib olay, dünya xalqiga, insonlarga deb bir musobaqani ko'rgash, bizning shu qirg'inchilik bo'yatida mushni to'xtat degan kiyimni kiyib berib qatnashib keldim. Siz Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni to'xtat degan xat besilgan maykini qaysi komandalar musobaqalashganda kiyib olgan edingiz? Birla musobaqada kiydingizmi yoki boshqa musobaqalardami kiydingizmi? Men Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtat degan maykini mushu Portugal bilan Uruguay degan ikki davlatning musobaqasida kiydim. Mushu birla musobaqada kiyib chiqdim. Boshqa musobaqalarga balki yana kiyib chiqib qilishim mumkin. Hozircha aniq emas. Futbol musobaqasi ko'rayotganingizda birarsi bu maykaga besilgan xatlar tufayli sizni avar qildimi? Qatar va yoki Xitoy soqchisi izlab keldimi? Oldi bilan bu mening tunji qitim bir dunyo lo'nqisi musobaqasiga qatnashim bo'lganligi uchun sal taptatdim. Sevtiplam mening shu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtat degan maykani kiyishdan. Chunki ahvolning nada ekanligini bilmagan ekan. Bunday cho'ng bir fursatni qo'ldan keltirib qo'ymay, agar bir ish chiqib qolsa, nishonimga yetolmay qolmay deb, shuning bilan shu musobaqaning tugishini saqladim. Musobaqa tugagandan keyin Portugaliya formasini sevib, shu kiyim bilan necha parcha rasm tushib insonlarga ko'rsatishdim. Maydondan chiqayotgandan keyin bir ayol keldi yanimga. Bizning bu ahvollardan xabardorki, nihoyat suyundim deb esdashligini bildirdi. Ondan keyin bir media bilan shug'ullangan bir qizlar kapsining rasmini tortib olsam bo'lamdi degandi. Albatta bo'ldi deb unga rasm tortishga yo'l qo'yib ruxsat berdim. Siz burunmi mushunga o'xshaydigan futbol musobaqalariga qatnashib, Uyg'ur masalasini oltib baqdingizmi? Bu mening tunji qitimliq bir musobaqaga qatnashib, shundoq bizning bo'layotgan ahvollarni tilga keltirib, masalalarni anglitishim. Buningdan keyin mushundoq faoliyatlarni davomli olib berishni o'ylashyapsizmi? Buningdan keyingi planlaringiz nima? Albatta, buningdan keyin qo'limdan kelishicha önümüzni chiqarib, dunyo xalqiga o'zimizni ko'rsatib, tanitib qilishga tirishim. Har qanday bir fursat bo'lib qolsa, qo'limdan kelishicha albatta. Bu bizning vatandagi xalqimizga bo'lgan bir burchimiz deb his qilaman. Sizga ko'p rahmat.